Musofir farzandingizdan otajon, onajon, jannatim onam hamda Ka'batulloh maketidagi ushbu sovg'alarimizni o'z yaqinlaringiz uchun buyurtma bering. Ularni xursand qilish bilan bir qatorda Qur'oni Karim o'qitib, savoblariga ham sherik bo'ling. Ushbu navbatlarimiz ichida Qur'oni Karim, tasbehi, zamzam suvi, mushkambar, yumshoqqina bo'lgan joynamozlari hamda bir qancha qo'shimcha mahsulotlari mavjud. Asosiysi bu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Inshaalloh sizni uyingizgacha yetkazib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allohumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى أسماء الحسنى güzel isimlari silsila darsidan birodarlar Al-Xoliq ismini bugun dars qilgan bo'lamiz. Al-Xoliq. Alloh taoloning bu go'zal ismi Qur'oni Karimda ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ham vorid bo'lgan. Astaydu billah. Huvallohul xoliqul bariul musawwiru lahul asmaul husna. Hashr surasi. U Alloh yaratuvchidir. Yo'qdan bor qiluvchidir. Barcha narsaga surat, shakl berguvchidir. Uning go'zal ismlari bordir. Mana Al-Xoliq. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: Astaydu billah. Hal min xoliqin g'ayrullohi yarzuqukum minas samai val ard. Sizlarga osmon va zamindan rizq beradigan, rizq-ruz beradigan Allohdan o'zga bir yaratuvchi, xoliq bormi? Al-Xoliq bu Alloh taolo hamma narsani yo'q narsadan paydo qilgan. Alloh paydo qilgan bu narsa avval misli o'xshashi bo'lmagan bo'ladi. Agar insonni ham majozan xoliq deyish mumkin bo'lsa, u ham bir narsani paydo qiladi, lekin u paydo qilgan narsasining avval misli bo'ladi. O'zi asli yaratdi, xoloqo, yaratdi degan so'zni insonga nisbatan ishlatib bo'lmaydi. Chunki xoloqo, yaratdi degan narsa yo'q narsadan paydo qilishlik aytilinadi. Endi inson bir narsani paydo qilsa, uni yaratdi deb bo'lmaydi. Uni yasadi deyishimiz to'g'ri bo'ladi. Chunki inson nimani paydo qilgan bo'lmasin, avval bor bo'ladi bir material, ikkinchi materialni olib kelib aralashtiradi, bor narsani bir-biriga qo'shib turib bir narsani paydo qiladi. Demak, yaratdi degan so'z faqat Alloh subhanahu va taologa ishlatilinadi. Inson zotiga emas. Demak, inson yaratdik, yaratdim deyishi mumkin emas. U yasadim desin. Al-Xoliq ismini sunnati nabaviyada vorid bo'lishligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida narxlar ko'tarilib ketdi. Odamlar kelib, "Yo Rasululloh, sa'irlana. Narxlarni o'zingiz belgilab bering. Yaxshi bo'lardi, shunday qilsangiz" deyishdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloha huval xoliqul qobizul basitur razzaqul musa'ir." Albatta Allohning o'zi Al-Xoliq, Al-Qobiz, Al-Basit, Ar-Razzaq, Al-Musa'ir narxlarni o'zi belgilovchidir dedilar. Demak, payg'ambarimizning hadisida ham bu ism vorid bo'lgan. Yoki boshqa hadisiga quloq soladigan bo'lsak, Rasulullohning la ta'ata li maxluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliq yaratuvchiga osiy bo'ladigan o'rinda maxluqqa itoat qilinmaydi. Demak, Al-Xoliq ismi payg'ambarimizning hadislarida ham vorid bo'lgan. Alloh taoloning shunday ismlari bor, Qur'onda vorid bo'lmagan, Qur'onda kelmagan. Faqat payg'ambarimizning hadisida kelgan. Masalan, Al-Hannun Mannan Qur'onda yo'q, lekin hadisda bor payg'ambarimiz. Lekin bu ism ham Qur'on, ham sunnat-i nabaviyada vorid bo'lgan. Musulmon odam Al-Xoliq bo'lgan Alloh taolo bilan birga bo'lishligi kerak va hech kimdan qo'rqmasligi kerak. Avvalgi darslarimizda aytganmiz,
Basraning volisiga Yazid ibn Muoviyani buyrug'i keldi. Basraning volisiga xalifa Yazid ibn Muoviyadan buyruq keldi. U buyruqni bajarsa Alloh g'azablanadi. Agar bajarmasa xalifani qahriga qoladi. Shunda bu vali Hasan Basridan maslahat so'radi. Nima qilay? Buyruqni bajarsam Alloh g'azablanadi. Bajarmasam xalifani qahriga qolaman. Shunda Hasan roziyallohu anhu javob berib aytdiki, albatta Alloh seni Yaziddan saqlaydi. Albatta Alloh seni Yaziddan saqlaydi, lekin Yazid seni Allohdan saqlay olmaydi dedi. Mana yuqoridagi hadisda aytdik, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliq subhanahu va taologa osiy bo'linsa bir ishda, bir ishni qilsangiz, birovning buyrug'ini bajarsangiz, bunda Alloh subhanahu va taologa osiy bo'linadigan ish bo'lsa, maxluqqa itoat qilinmaydi. Aroq olib kelib ber, bo'lmasam sendan norozi bo'laman deb ota aytsa, bu yerda otaning noroziligi turibdi, bu yerda Allohning noroziligi turibdi. Shunda Alloh taologa osiy bo'linyaptimi, otaga itoat qilinmaydi. Agar ota haromga buyurayotgan bo'lsa, farzdan qaytarayotgan bo'lsa, gina itoat qilinmaydi. Boshqa o'rinda ota-onaga itoat qilinadi. Demak, Alloh seni saqlaydi, lekin hech kim seni Allohdan saqlay olmaydi. Chunki bu borliqni hammasi Alloh taoloning qabzasida. Seni ko'zing ham, quloqing ham, oyoq qo'ling ham, qalbing ham, xatti-harakatlaring ham hammasi Alloh subhanahu va taoloning qabzasida. Atrofingdagilar hammasi ham Allohning qabzasida. Sendan kattalar ham, kichiklar ham, boylar ham, kambag'allar ham hamma Allohning qabzasida. Albatta Alloh seni Yaziddan saqlaydi, lekin Yazid seni Allohdan saqlay olmaydi. Muoviya roziyallohu anhu, Muoviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu, mana Ummaviylarning birinchi xalifasi, sahoba, daholardan bo'lgan kishi. Oysha onamizga maktub yozib, menga nasihat qiling, qisqaroq bo'lsin dedi. Shunda Ummul Mu'minin javob yozdi. Senga salom bo'lsin, ammo ba'd men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini eshitganman. Man iltamasa ridollohi bi sohatin nasi kafahullohu mu'anatan nas. Kim odamlarni norozi qilib, g'azablantirib bo'lsa ham Allohni rozi qilsa, roziligini talab qilsa, Alloh taolo insonlarga o'zi kifoya qilib qo'yadi. Allohning roziligini qilavering, odamlar g'azablansa ham Alloh rozi qilib qo'yadi bularni. Va man iltamasa ridon nasi bi sohatillah vakalahullohu ilan nasi. Kim endi Allohni g'azablantirib bo'lsa ham odamlarning roziligini istasa, Allohning norozi bo'lishiga qaramasdan odamlarni rozi qilaman desa, Alloh bu odamni shu odamlarning qo'liga topshirib qo'yadi. Ma'qulmi? Bu haqiqat. Bu bir haqiqat. Allohning roziligini tanlasangiz, Allohning buyrug'ini tanlasangiz, atrofingizdagilar gohida norozi bo'lib qoladi. Endi ularni rozi qilaman desangiz, Alloh norozi bo'ladi. Shunda musulmon odam nimani tanlash kerak? O'zining manfaatini ham, odamlarning gap so'zlarini ham bir chekkaga surib qo'yadi-da, Allohning yuzlanasini istash kerak. Shunda Alloh taoloning bir inoyati tushadi. Shunda Alloh odamlarni undan rozi qilib qo'yadi. Odamlarni qahridan ham saqlaydi. Chunki hamma kimning qabzasida? Allohning qabzasida. Man ardallohu bi sahatin nasi kafahulloh. Imom Ibn Hibbondan kelgan hadisda Rasululloh aytadilarki, kim odamlarni norozi qilib bo'lsa ham Allohni rozi qilsa, Alloh o'zi kifoya qiladi. Kim odamlarni rozi qilib Allohni norozi qilsa, Alloh uni odamlarga tashlab qo'yadi. Chunki biz la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb iymon keltirgan musulmonlarmiz. Biz la havla va la quvvata illa billah degan musulmonlarmiz. Biz ma sha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun degan mu'minlarmiz. Alloh nimani xohlasa bo'ldi,
nimani xohlamasa bo'lmadi. Bizning iymonimiz bu. Saqlaydigan ham Alloh, ko'taradigan ham Alloh, tushiradigan ham Alloh. Boy qiladigan ham, xor qiladigan ham Alloh. Mana shu tavhid deyiladi, birodarlar. Shuning uchun bitta yuzni rozi qilgin, bitta yuzni rozi qilgin, qolgan yuzlarni u yuz rozi qilib qo'yadi. Allohni rozi qilishlik bilan ovora bo'ling, Allohning yuzini deb ish qiling, qolgan odamlarni ham rozi qiladi, qolgan yuzlarni ham rozi qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man ja'alal humuma hamman wahidan." Mana hammamizda o'zimizga yarasha g'am tashvish, o'y fikrlar, o'ylantirgan muammolar bor. Qalbimizni, kallamizni egallagan. Beg'am odam yo'q-da, agar aql hushi joyida bo'lsa edi. Endi Rasululloh aytayaptilar, hamma g'amni bitta g'amga almashtir. Tirikchilik, sog'lik, bola chaqa, tinchlik, qo'yingki, sanog'i yo'q bu g'amlarimizni. Shu g'amlarda hammasini bitta g'amga almashtirgin. Allohni rozi qilaman degan g'amga almashtirgin. Kafahullohu hammad dunyahu. Kim shunday qilsa, Alloh bu insonni dunyo g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Ehtimol kimgadir bu og'ir tuyular, ehtimol kimnidir tushunishi qiyin bo'ladi. Qanday endi shunaqa qilib qo'ysam hamma yo'g'im hal bo'lib qoladimi? Rasululloh shunday dedilarmi? Demak shunday bo'ladi. Chunki u zot as-sodiqul masduq bo'lgan zot. Endi sen ishonmayapsanmi? Bu sening muammoing. Endi sening muammoing hal bo'lmaydi. Chunki sen Rasulullohning va'dasida ikkilanyapsan. Inson borki dunyoda qo'rqadi. Narx-navoni ko'tarilib ketishidan, issiqdan, sovuqdan, siyosatdan, urushdan, tinchlikdan. Qo'yingki, inson qo'rqib yashaydi. Hammada bor bu sifat, qo'rqishlik. Lekin mo'minning eng katta qo'rqqan narsasi bitta. Allohni norozi qilib qo'yishlik. Allohning rahmatidan uzoq bo'lib qolishlik. Shuning uchun doimiy suratda nima ish qilishidan qat'iy nazar yoki bir ishni tark qilishidan qat'iy nazar nima qilmasin, Alloh va Rasuli nima degan bu masalada deydi. To'y qilmoqchi bo'lsa, qana bo'lyapti hozirgi to'ylar, odamlar qana qilyapti demaydi. Biror joyga sayohat, safar qilmoqchi bo'lsa, Alloh nima deydi bunga deydi. Odamlar nima deyishligini o'ylamaydi u. Birodarlar, mo'min Allohga iqbol qiladi. Uni roziligini, muhabbatini istaydi, malomatchini malomatidan qo'rqmaydi. Mana shu haqiqiy ozodlik bo'ladi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning Al-Xoliq ismini dars qilyapmiz. Al-Xoliq ismining shar'iy ma'nolari. Birinchisi taqdiri sahih. Siyohda bu kalima ismi foil bo'ladi. Xalq yaratish, xaloqo yaratdi, xoliq yaratuvchi, ya'ni ishni bajaruvchi. Mana aytdik, Alloh taoloning Al-Xoliq ismini ma'nosi hamma narsani yaratdi, yaratganda ham yo'q narsadan paydo qildi. Va yaratgan bu narsasi avval o'xshashi misli bo'lgan emas. Astaidu billah. Allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu va bada xalqal insani min tin. U barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. U insonni, ya'ni Odam alayhisalomni dast avval loydan yaratdi. Al-Xalq bu maxluq degani. Hada xalqulloh. Borliqdagi hamma narsa maxluq. Ya'ni bular bo'lmagan avval keyin paydo qilingan. Hada xalqullohi fa aruni mada xalaqal ladina min dunihi. Bular Alloh yaratgan narsalardir. Endi ey mushriklar, sizlar menga undan o'zga qo'shtirnoq ichidagi xudolar nimalarni yaratganini ko'rsatinglarchi. Alloh taolo siz bilan bizni yaratdi. Jasadimizni shunday bir chiroyli suratda yaratdiki, aqllar lol qoladi, ozgina o'ylab ko'rsak. Mana hozir kim ish yurishmayapti, kim do'konni ocha olmayapti, kimdir do'konni ochib turib dokumentini bitkiza olmayapti, kimdir do'konni qurib, ochib, dokumentini ham olib, tovarni to'ldirib qo'ysa savdosi yurmayapti. G'ama,
kimi haqqi bor, kimi qarzi bor. Birodarlar, biz ana shu dunyodagi ozgina mushkillar, ozgina muammolar bilan band bo'lib, Alloh taolo bizga bergan son sanoqsiz in'omlarni, bizga yaratib bergan ne'matlarni ko'rmay qo'yganmiz. Alloh taolo aytadi, agar shukr keltirsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman. Shukr keltirsanglar, ziyoda qilib beraman. Agar nonko'rlik qilsanglar, shukr qilmasanglar, azobim qattiq. Alloh taolo hammamizga ne'matni son sanoqsiz berib qo'ygan, ko'rmay qo'yganmiz. Ajoyib bizda. Yo'q narsalarimizni ko'ryapmiz, bor narsalarimizni ko'rmayapmiz. Alloh taolo sizga tuxumdek keladigan 2 dona buyrakni berdi. Kecha kunduz ishlab turadi. Issiq sovuq demaydi, kun tun demaydi. Qonni tozalab turadi ichidagi axlatlaridan. Shu 2 ne'mat, 2 buyrak degan ne'matni his qilamizmi borligini? Qadriga yetamizmi? Qachon qadriga yetamiz bu ne'matni? Ana shu buyrak kasalligiga uchragan, buyragi ishdan chiqqan odamni qonini tozalaydigan apparatga borib, haftada 2 marta 6 soatdan yotib davolanganini ko'rganimizda. Ana shu 2 buyrak tuxumdek keladigan buyrak jim ishlaydi. To'xtamay ishlaydi, tekis ishlaydi. Ammo insonlar mana shu qonni tozalashlik uchun buyrakning ishini bajarib beradigan apparat yasagan, stoldek keladi. Haligiga borib yotishingiz kerak 6 soat, 7 soat. Haftasiga 2 marta. O'shunda ham qonni yetarli darajada tozalab bermaydi. Tushunarlimi? Rangi ham o'zgarib ketadi unaqa odamni. Yana pulligini ayting uni. Sizda shu 2 buyrak ishlab turibdi, siz uni nima qilmaysiz? Qadriga yetmaysiz. Hada xalqulloh. Bu deyapti Alloh taolo, Alloh taoloning yaratgan narsalaridir. Ikkinchi ma'nosi. Avval misli bo'lmagan narsani yo'qdan bor qilish. Aytdik, Alloh bir narsani paydo qilgan bo'lsa, xalq qilgan bo'lsa, avval yo'q bo'ladi buni misoli va bu narsani Alloh taolo yo'q narsadan yaratadi. Uchinchidan, al-xalq kalimasining lug'at jihatidan ma'nosi. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan va takhluqunahu ifka. Al-xalq kalimasini birodarlar, ya'ni yolg'on degan ma'nosi ham bor ekan. Alloh taolo aytadi, sizlar Allohni qo'yib faqat butlarga ibodat qilmoqdasizlar va ularni xudolar deb yolg'on to'qimoqdasizlar. Al-xalq degan so'zni yolg'on degan ma'nosi ham bor ekan. To'rtinchidan al-xalq ishlarni belgilash va uni amalga oshirish. Taqdir qilish, o'lchash, belgilash va amalga oshirish ma'nosida. Mana insonni yaralish bosqichi haqida Alloh taolo aytadi, astagfirullah, "Summa xalaqnal nutfata alaqatan, fa xalaqnal alaqata mudghatan, fa xalaqnal mudghata idoman, fa kasafnal idoma lahma, summa ansha'nahu xalqan akhar." Xalaqna, yaratdik deyapti. So'ngra bu nutfadan laxta qonni yaratib, laxta qondan parcha go'shtni yaratib, parcha go'shtdan suyaklarni yaratib, bu suyaklarga go'sht qopladik. Ya'ni nima ekan? 4-ma'nosi belgilash va uni amalga oshirishlik. Taqdir qilish, o'lchash, belgilash. Xalq qilish, yaratishning bosqichlari. Qaysi maxluq bo'lmasin, ishi qanchalar yuksak bo'lmasin, ulug' bo'lmasin, ana shu yaralgan narsa maxluq 4 bosqichdan albatta o'tadi. Xalq qilish, yaratish bosqichlari. Birinchi bosqich. Alloh taoloning azaliy ilmi. Ya'ni Alloh taolo mana shu maxluqotlarni yaratishdan avval ularni azaliy ilmi bilan taqdir qildi. Belgiladi, yaratishdan oldin. Bor qildi, paydo qildi, yaratdi. Alloh taolo nimani yaratmoqchi bo'lsa, yaratsa qanday bo'lishini avvaldan biladi. Biz 1000 marta qilgan ishimizni 1001-marta qilayotgan paytimizda qanday bo'lishini bila olmaymiz. 1000 marta osh damlagan,
5000 marta osh damlagan. Lekin har safar oshpaz damlab turib nima deydi? Ey Alloh, sharmanda qilma deydi. 1000 marta nima qilgan? Devor urgan. Har safar urushdan avval, boshlashdan avval nima deydi? Ey Alloh, sharmanda qilmagin. Biz bilmaymiz qilmoqchi bo'lgan ishimizning natijasini. Lekin Alloh taolo qilmoqchi bo'lgan ishini qilsa qanday bo'lishini biladi. Ikkinchi bosqich. Yozib qo'yish. Kitobot bosqichi. Lavhul mahfuzga har bitta maxluqotning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini yozib qo'ydi. Ana shu narsaning hammasi lavhul mahfuzda. Birinchi bosqichi o'zini azaliy ilmi bilan taqdir qilish, ikkinchisi yozib qo'yish, uchinchisi qadar bosqichi. Allohning mashiati, xohishi. Alloh shunday bo'lishini xohladi. Birodarlar, hozirgi kunda nima bo'layotgan bo'lsa dunyoda Alloh xohlagani uchun bo'layapti. Endi nima bo'lmayotgan bo'lsa Alloh xohlamagan uchun bo'lmayapti. Musulmonlarning holi achinarlik. Qayerda bo'lsa musulmonning qoni to'kilayotgan, yana o'zini yurtida yashab turib terrorist bo'layotgan, zulmga qolib turib, musulmon ummati mana shunday bo'lib turibdimi? Demak, Alloh xohlagani uchun bo'lyapti bu. Agar Alloh xohlamasa, ana shu dinning dushmanlari tupurgisini ham yuta olmaydi. Endi nimaga bunaqa bo'lyapti desa, buni sababi bor. Musulmonlar dinini nima qilib qo'yishdi? Chekkaga tashlab qo'yishdi. Salohiddin Ayyubiy imomga o'tib namoz o'qidi, peshinmida, asrmida. Ana shu Quddusni fath qilgan Salohiddin Ayyubiy bir yosh yigit turdida, "Ey Salohiddin, Quddusni fath qilmaymizmi? Nasroniylarning qo'lida anaqa bo'lib ketdi, mana rosa gapirdi." Hali Salohiddin Ayyubiy fath qilmasdan avval Quddusni orqasiga o'girilib qaradi-da, indamadi. Ertasi kuni bomdod namozini yana imom bo'lib o'qidi. Namozni tugatib turib, orqasiga o'girilib, "Kecha yigit qani?" dedi. Kechagi savol so'ragan yigit qani? Yo'q. O'zini nafsini sindirib, bomdodga turib jamoatga chiqmagan odam Quddusni fath qilish haqida gapiradimi dedi. Tushunarli birodarlar. Masha Allohu kana. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi. Nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bundan keyin ham bo'ladi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmaydi. Musulmonlarning umumiy ahvolini ko'rmaymizmi o'zimiz? Masjidga kelganda chiroyli taqvodor o'tiradimdek qilib supo bo'lib, u yerga chiqib mashina minayotganda musulmonlik esida yo'q. Seni beradigan javobing nima? Diningga mukammal qo'lingdan kelgancha amal qilish. Ayolingni, farzandlaringni islom bilan tarbiyalash, uyingga harom luqma olib kelmaslik, dinni to'g'ri ta'lim olish. Mana shu seni beradigan javobing. 1 yil, 2 yilda telefonga sarflagan pulimizni yarmiga kitob olishni boshlaganimizda ummat sifatida o'samiz. Bir kunda necha marta telefonga qarayapmiz va necha minut qarayapmiz? Telefonga qaragan vaqtimizni, ketgan vaqtini 4dan 1iga loaqal kitobga qarashni boshlaganimizda ummat sifatida o'samiz. Shuning uchun taqvodichi, sovuq taqvo rejimini yoqmanglar domlalar ro'parasiga kelganda. Nechta kitob o'qiding o'tgan yili? Bu yilgacha yerga qaraydi. Nechta telefon almashtirding? Dinimizni to'g'ri o'rganaylik, dinimizga to'g'ri amal qilaylik, o'zimizni, oilalarimizni tarbiya qilaylik. Mana shu biz bergan eng to'g'ri javobimiz bo'ladi. Masha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. 4-bosqich. Maxluqotlarni o'zlaridagi bor xususiyatlari bilan yaratishi. Azaliy ilmida ma'lum bo'lgan suratga ko'ra yaratishi. Kataba robbukum ala nafsihi rahma. Parvardigoringiz o'z zimmasiga rahmat qilishni yozgandir. Inson dunyoda baxtli yashashni xohlaydi. Sog'lom yashashni xohlaydi. Bekami ko'z, mo'l ko'lchilikda yashashni xohlaydi. Dunyoda baxtli bo'lishni xohlaydi, xullas. Al-Xoliq bo'lgan Robbimizning ta'limotiga so'zsiz amal qilishlik bilangina bu narsaga erishiladi. Toqatingiz, imkoniyatingizni 100% ishga solasiz,
shunda boyaga maqsadingizga yetasiz. Chunki al-Xobir bo'lgan, al-Xoliq bo'lgan Alloh taolo insonni dunyoda saodatli bo'lishini faqat shu bilan deb aytayapti. Yana qaytarib aytaman. Baxtli bo'lmoqchimisiz? Al-Xoliqning ta'limotiga amal qiling. Kim solih amal qilsa, mo'min bo'lgan holida, erkakmi, ayolmi? Erkakmi, ayolmi? Mo'min bo'lgan holida solih amal qilsa, biz uni pokiza hayotda tiriltiramiz, deyapti Alloh. Pokiza hayot mana shu saodatli hayot. Mana shu dunyoda saodatli bo'lish uchun, zo'r yashashlik uchun hammani o'zini oldiga qo'ygan dasturi bor. O'zini o'lchov tushunchasi bor, tasavvuri bor. Mana shunaqa bo'lsam baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Lekin seni qanday hayot kechirsang baxtli bo'lishini seni yaratgan zot aytib qo'ygan. Sen qanday ish qilsan baxtli bo'larkiman deb o'ylanma. Sen topolmaysan u formulani. U formulani Alloh taolo aytib qo'ygan. Faraz qiling, bir qimmatbaho jihoz sotib oldingiz. Juda ham murakkab jihoz, juda ko'p funksiyalari bor, foydali. O'sha maksimal darajada undan foydalanish uchun, buzilib qolmasligi uchun, uzoq vaqt bizga foyda keltirish uchun uni instruksiyasini o'qiymiz. Buzib qo'ymay deysiz-da. Endi insonchi? Bu dunyodagi aytish mumkin bo'lsa eng murakkab jihoz emasmi? Uni murakkabligi uni yaratuvchisini ojizligi sababli bo'lmadi. Balki yaratuvchisini komilligidan Alloh taolo insonni murakkab qilib yaratdi. Mana shu ulug' yaratuvchi odam bolasini dunyoda osoyishta, xotirjam, saodatli yashab, oxiratda abadiy jannatga yetish uchun kerak bo'ladigan ta'limotni berib qo'ydi. Bu Qur'on, bu hadis, bu shariat. To'g'ri-da. Mashinani nemis yasab instruksiyani bergan bo'lsa, o'sha instruksiyasidan foydalansangiz, o'sha instruksiyasi bo'yicha ishlatsangiz, mashina sizga xizmat qiladi. Endi uni tashab qo'yib turib, bilganingizni qilsangiz-chi? Ha, minasiz, foydalanasiz, lekin maksimal darajada uning imkoniyatidan foydalana olmaysiz. Birodarlar, yer yuzida yashayotgan mana shu 7 milliard yoki 8 milliardga yaqin odamlar hammasi o'zini yaxshi ko'radi. Hammasi o'zini yaxshi ko'radi. Sog' bo'lishini xohlaydi, naslini davom etishini xohlaydi. Endi bu narsalar akalar faqatgina Alloh taoloning ko'rsatmasiga amal qilish bilan yuzaga chiqadi. Hammamiz o'zimizni yaxshi ko'ramiz. O'zimizni yaxshi ko'rgandek boshqa birovni yaxshi ko'rmaymiz. Bu bizning tabiatimizda bor narsa. Xo'p, o'zingizni rostdan yaxshi ko'rasizmi? Agar rostdan yaxshi ko'rsangiz, Allohning ta'limotiga amal qiling. Shunda sizning saodatingiz yuzaga chiqadi. Shunda Xoliq subhanahu va taoloning siz bilan bizga va'da qilgan narsalar yuzaga chiqadi. Shuning uchun al-Xoliq bo'lgan Robbimiz subhanahu va taoloning ta'limotiga amal qilishimiz kerak. Seni banda nima baxtli qilishligini al-Xoliq bo'lgan Robbing biladi. Wala yunabbiuka mislu xabir. Sizga hech kim xabardor zot kabi xabar bera olmas. Sizni baxtli bo'lishingizni qanaqa bo'lishini, sizni baxtingizga olib boradigan yo'lni qanaqa ekanligini Alloh taolo xabarini beradi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima.